O'sha kuni do'stlarimiz bilan gapimiz bor edi. Avval gapga xarajat qilish uchun bozorga tushdik. Gap so'zini yuzaki ma'nosi hammaga tushunarli albatta. 5-6 ta ulfat choyxonada osh tayyorlashadi. Albatta, palovni uyda ham tayyorlasa bo'ladi. Ammo choyxonadagi gapning kengroq, chuqurroq mazmuni bu bir-birini tushungan, hurmat qilgan do'stlarning bafurja, shirin gurungi, hazil mutoyibasi, suhbatidir. Atoqli fransuz adibi Antoine de Saint-Exupéry shunday degan ekanlar. Dunyoda insonlar muloqotidan katta boylik yo'q. Nima qilaman bunaqangi muhabbatni? Shu ham muhabbatmi? Nima u, mashinami? Taqdim qilsang. Kimdir aytgan ekan, dunyoda 3 ta narsani sotib olib bo'lmaydi deb. Muhabbat, do'stlik, batalantni.